Agar mabodo qamalib ketsangiz, o'zim dachga tashlayman. Sigaretlar kirg'izaman. Nima sigaret chekasiz? Asalim. Nosam qilib. Ya niyat so'g'i. Ya niyat so'g'i. Buni qara, dachkaga kirgizaman. Qamalib niyatcha maqsadchani qara. Voy bilan maqsadchani qara buni. Qardim oldingizga. Lekin anaqa bezaks qo'ymaydi. Shuning uchun hamcha kelishingizdan oldin u qizcha bilan bir zaksdan o'tib qo'ysangiz, chiqqan ishchi zerikmaysizda, aka. Xat yozishib, choyni bitta oldingizga kirib turadi. Kunga. Astag'firullah, astag'firullah. Nafasingni shamollovchi o'rsin, nafasingni shom. Voy men bo'ydoq bo'laman, men bo'ydoq bo'laman, azizxon, men bo'ydoq bo'laman. Kelishingizdan oldin zaksdan o'tib keyin keling Toshkentda-da. Qamalib ketib qolsangiz, oldingizga prosta endi bilmaysiz siz aytolman. Voy tavba deb gapiring, nima uchun men qamalib ketaman, Sizlar kiradi, xotiningiz bo'lib kiradi-da. Endi siz qachon chiqasiz? 10 yilmi, 20 yilmi? Bolangiz zato yonga qoladi. Voy qanaqa 15 yil? Tavba deb gapiring, endi bu 15 odam o'ldirdimmi men? Odam o'ldirganlar tez chiqadi bizda. Nima qilganlar tez chiqmaydi? Yo'q, nima? 15 yil o'radi, tavba qildim, deydi, nafasingni shamol uchirsin, yaxshi qiz. Men xalqqa kerakli odamman, azizxon. Men xalqqa kerakli odam. Qo'rqmang, zato qutulib olasiz. Qachonga tushirasiz shu yerda ko'p pul ketqizib? Bitta qana. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Ya tavba qildim, meni qamashmoqchi tog'alar, Bu qo'rqityapti meni tog'alar, men yuraklarim orqaga qarab, to'g'onimga qarab o'zi tushyapti, bu duxumda olmoqchi meni.